Şərqi Türkistandan ibarət bu müqəddəs zəminnin haqiqiy egisi bolğan Uyğurlar şu tuproqның egisi bo'lib qolganligi sababli tarixdan buyon dahshatli izilish, qirilib yo'q qilinish tragediyalarini boshdan kechirmoqda. Tajovuzchi Xitoy Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgan kundan e'tiboran beshimizga kelmagan kulfatlar qolmadi. Xitoyning Uyg'ur xalqini paydan-pay, darajama-daraja, turkumga bo'lib yo'q qilishlari oldida biz o'zimizning chorasizligimizni, yolg'izligimizni takrar his qildik. Har bir qonli qirg'inchilikni yuraklarimizni tilg'ab turib beshimizdan kechirdik. Qalblarimizga qon bilan o'ydik. Bu intiqomlarni Allohga havola qildik. Shundaq Uyg'ur xalqining yana bir qonliq yarisi Shovgandagi qonliq voqea Uyg'ur tarixidagi unutilmas bir voqeadir. Shundaqla 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining dastlabki piltisidir. Buningdan 10 yil avvalgi bugun, ya'ni 26-iyun sahar soat 5da Guangdong o'lkasi Shovgan shahri Shuri o'yinchiq zavodining yotoq rayonida Qashqar Konishar noyisidan 5-emgak kuchi bahonasi bilan majbur yo'tkab elib kelinib ishlayotgan 800 dak Uyg'ur kechilik uyqusini uxlayotganda qo'llarida palqi pichoq va temir kaltaklar bilan to'liq qurollangan 5000 dan ortiq Xitoyning tayoq to'qmiqi til ahontiga va rahimsizlarcha o'ltirishiga duch keldi. Chet el axborotlarının qaydida mazkur voqeada 18 nafar Uyg'urning o'lganligi, necha yuzlagan Uyg'urlarning yaralanganligi ilgari surilsa-mu, Xitoy hukumatı hozirgacha o'lgan Uyg'urlarning sonini 2 nafar, yaralangan Uyg'urlarning sonini 118 nafar deb keldi. Voqeaning milliy kamsitish sababidan yuz berganligi ochiq oshkor turib, Xitoy hukumatı bu voqeaning javobgarlarini surishti qilmadi. Xitoylarning irqiy o'chmanligi sababli yuz bergan bu fojiani vaqtida adil bir taraf qilmaganligiga norozi bo'lgan Uyg'ur xalqi 5-iyul Urumchida Xitoy hukumatining Shovgan voqeasini adil bir taraf qilishini, Uyg'ur yoshlarini arzon emgak kuchi sifatida Xitoy o'lkalariga yo'tkashni to'xtatishini talab qilib, tinish yo'l bilan keng ko'lamli namoyish elib bordi. Afsus, bu namoyishda Xitoy razil qiyofatini texmo to'liq oshkor qilib, yo'lliq namoyishimizni qonliq bostirdi. Nurg'unlagan yosh qiz-yigitlarimiz shahid qilindi. Yana nurg'un Uyg'urlarimizning hozirgacha izderiki bo'lmadi. Xitoy hukumatı ta hozirgacha shu qitimliq voqeani yoshirib, axborotni kontrol qilib, bu qo'rqinchli oqibati shunchalik echinishli tarixiy voqeaning javobgarligidan qochmoqda. Bu qonliq tarix ochiq kashmish 10 yildan beri birmi Uyg'urning esidan ko'tarilgani yo'q. 10 yildan buyon muhojiratda yashayotgan Sharq Turkistonning egilari bu haqliq davosini butun dunyoga anglatish uchun to'xtamay kurash qilmoqda. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlar 26-iyun Shovgan qirg'inchiligi va 5-iyul Urumchi qonliq qirg'inchiligini xotirlash munosabati bilan keng ko'lamli namoyish elib berish uchun tayyorlik qilmoqda. Mush munosabat bilan stansimiz muhojiratda yashayotgan Uyg'urlarni 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi namoyishida o'zining bir kishilik majburiyatini ado qilishga chaqiriq qiladi. Biz bu jinoyatning haqiqiy da'vogarlarimiz. Sukutda turmayli. 26-iyun Shovgan qonli qirg'inchiligining 10 yillik xotir kuni. Biz televizor ko'rguvchilarimiz bilan birlikda shu voqeada qurbon bo'lgan Uyg'urlarimizni qayg'u bilan esga olamiz. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar.
Көрüvatqanlar Uyghur Radio Televiziyasının Kəşf Xəbərlər proqramısı. Mən Jalaliddin Qarxan. Bugünkü proqramımızda muşu bir həftə içində dünyanın hər qaysı yerlərində yüz bergen Uyğurlarga dair bir qism xəbərlər və dünya xəbərlərini huzurunuzga sunumuz. 2019 yılı 6. ayının 23. günü 10 minligan Tayvan xalqi Taybeyning Kangda gelen yolida qizil təşviqatlarını beçit qilayli, Tayvan demokratiyasını qoğdayli degan şuarni to'g'lab namoyish qilish orqali Xitoy Kompartiyasining Tayvan taratqullarining erkin tarqishiga so'qinib kirishiga qarshi turdi. Tayvanning burunqi ijroiya ministri Yu Shiu namoyishga qatnashib, Xitoy Kompartiyasi millionlarcha Uyg'urning diniy e'tiqodi sababli zulm qildi. Shizangda 150 dan ortiq kishi Xitoy Kompartiyasining bostirishiga o'zini qo'shib ko'ydirib qarshilik bildirdi. Bular Xitoy Kompartiyasining kishilik huquq qonuniga pisand qilmaydiganligini isbotlaydi. Shunga biz qizil tashviqotlarga qat'iy qarshi turamiz deganlarni bildirdi. Buningdan boshqa u yana zimin va ticari bozor her qancha cho'ng bo'lsa-mu, mustabid tuzumli mavjud bo'ladi ekan, kishilik erkinlik, insoniy huquq deganlardan so'z ochqili bo'lmaydi deganlarni bildirdi. Bu namoyishni Tayvanlik donglik shaxs Chin Jixan bilan zamonaviy kuchlar komitetidagi Huang Guoqing uyushtirgan bo'lib, ular davlat organlariga Xitoy Kompartiyasining axborot vositalari orqali yolg'on xabarlarni tarqatishini cheklashni talab qilgan. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen namoyishchi ommaga o'zining ularni qo'llaydiganligini bildirdi. U yozma bayonot berib, barliq namoyishga qatnashgan ommaga rahmat aytib, Xitoyning Tayvan axborotlariga so'qinib kirish qilmishidan andish qiladiganligini bildirdi. Hamda u Tayvan hukumati qonun turg'izish, siyosat yurgizish shakli bilan xato, yolg'on xabarlarni Tayvandan supurib tashlaydiganligini bildirdi. Dünya Uyghur Qurultayının çağırığı bilan Angliya, Gollandiya, Şvetsiya, Germaniya, Fransiya, Avstriya, Belgiya qatarlıq dövlətlərdə yaşayotgan 300-dən artıq Uyghur 24-iyun Jenevadagi Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı aldida Xitoyning yolg'onchiligini pash qilish uchun bir maydon keng ko'lamlik namoyish olib bordi. Ma'lum bo'lishicha, atalmış avtonom rayonning qo'rchoq raisi Erkin Tuniyaz Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning vaziyatining nihoyatda yaxshiligi, jazo lagerlarining yo'qligi haqida doklad bergili kelgan bo'lib, bu jirginishlik xabardan voqif bo'lgan Dunyo Uyg'ur Qurultiyi jiddiy tutish qilib, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlarni Jenevadagi namoyishga qatnashishga chaqiriq qilgan. Bu qitimliq namoyish o'rinlashtirishidan xabar topgan Xitoy Erkin Tuniyazning shu kunki doklad berishini amaldan qoldirgan. Uzun musofirlarni besib kelgan namoyish qatnashchilari erib charchashlariga pijg'irim issiqqa qaramay, jarangliq shuarlari bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va butun dunyoga ovozini yetkazishga tirishdi. Her qaysi davlatdan kelgan Uyg'ur tashkilot va jamiyatlarning mas'ullarimi ayrim so'z qilib, bu da'vo yo'lidagi irodalarining hargizmi bo'shab qolmaydiganligini, toki Sharqiy Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirganga qadar kurash qiladiganligini bildirishdi. Qarindoshlarımızning ovozi yo'ldan o'tgan yo'lovchilarning Birlashgan Davlatlar binosi ichidagi yig'in qatnashchilarining alohida diqqatini tortgan bo'lib, yo'ldan o'tkichilar va yig'indan chiqqanlar alohida kelishib, namoyish maydoniga qo'yilgan lozunka suratlarni astoydil ko'rib chiqqan va rasmlarga tortib o'zlarining Uyg'urlarni qo'llaydiganliklarini bildirishgan. Vaholanki yig'inning 2-kuni, ya'ni 25-iyun Erkin Tuniyaz yig'inda doklad berishga o'rinlashtirilgan. Bu qo'rchoq rais dastlab o'zini tunishtirib o'tgandan keyin Sharqiy Turkistonning azaldan Xitoyning ayrilmas bir qismi ekanligini, u rayondagi xalqning diniy huquqlarining kapolatga ega ekanligini tilga olgan. Shundaqla lagerlarni to'liq inkor qilib, kasbiy tarbiyalash maktablarida oshqun ideya bilan yuqumlangan va odatdagi jinoyatlarni sodir qilgan kishilar tarbiyalanyotdi deb yarim soatgacha bildirilgan. Xalqarodagi ko'plagan tashkilotlar, jumladan Amerika hukumati Erkin Tuniyazning bu qitimliq dokladiga kuchlik inkos va qattiq radiya berdi. Hamda uningga so'z qilish fursati bergan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashini tanqid qildi.
Amerika bayonotida kishilik huquqni eng og'ir dafsanda qilg'uchining vakiliga o'z tashviqotini qiladigan so'rin hozirlab berish kishilik huquq kengashi uchun nomustur degan iboralarni qo'llangan. Ziyoratimizni qabul qilgan Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim va Shveysariyada yashayotgan mustaqil faoliyatchi Habibulla apandimlar mundaq dedi. Dünya Uyg'ur qurultiyining chaqirig'iga ovoz qo'shib, qisqagina bir qancha kunning ichida jiddiy hozirliklar natijasida Yevropaning 7 davlatlaridan kechilari uxlamay avtobuslar bilan, aeroplanlar bilan kelib bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldiki bu namayış qatnaşqan bu qarindoshlarımızga köptün köp rahmet etimiz. Cenab-ı Allah bulağa texim köp nusret ata qilsin. Bizning bu qitimqi namayışimiz qisqagina bir vaqtning ichida tayyorlangan bo'lsa-mu, ammo o türek jangchilarimiz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldık kelib bütün davlatlarga, dunyoga Uyg'ur xalqining orzusini, irodasini ifoda qildi. Bo'libmi Xitoy hukumatining qo'rchoq raisi Erkin Tuniyazga o'xshaydigan Uyg'ur xalqininga vakil bo'lolmaydigan, Uyg'ur xalqining manfaatini setish bedeliga bu o'rindiqda o'ltirayotgan bundaq insonlarning rezil niyatini yana bir qatim bu o'tiraq qarindoshlarimizning Birleşken Devletler Teşkilatı qilgan namoyishi bilan bichit qildik. Shuningga bu qarindoshlarimiz rahmat aytamiz. Shuning bilan birga bu yerda biz erishgan natija Birleşken Devletler Teşkilatıga garchi Xitoy hukumati o'z yig'ida o'z go'shini qo'rish uslubi bilan, siyosati bilan bir Uyg'urni akilib iyak so'zlugizib, o'zining Sharqiy Turkistondagi insoniyatga qarshi ishlanayotgan bu jinoyatlarni oqlash maqsad qilgan bo'lsa-mu, ammo bu Erkin Tuniyazning Uyg'ur xalqiga vakil bo'lolmaydiganligini, uning faqat Xitoy hukumatining do'mbig'ini chaladigan Xitoy Kommunistik partiyasining bir tashviqot qurolidan boshqa kishi bo'lmaganligidan iborat bu reallikni yana bir qatim ko'rsatgan bo'ldik. Bu munosabat bilan nurg'un xalqarodagi davlatlar bo'lsin, xalqaro tashkilotlar bo'lsin va hatto Amerikaga o'xshaydigan demokratik ellar Birleşken Devletler Teşkilatı'nı tanqid qilib, bundaq bir qo'rchoq raisga Xitoyning tashviqot maydoni bo'lib berishdan iborat bu maydonni hozirlab berganligi uchun qattiq tanqid qildi. Biz maqsadimizga yetdik. Bu namoyish qatnashgan bütün vatandaşlarımızga, qatnashamay bizni qo'llagan bütün qarindoshlarimizga yurakdan salom va hurmatlarimizni bildiramiz. Bu namoyishning asosli maqsadi aslida bu Shveysariya 24-yilda namoyish bo'lgan plan Dünya Uyg'ur qurultiyining tashabbusi bilan nihoyat jiddiy tutib berilgan namoyish. Asli maqsad ma'voalaqi Abdum rayonining qo'rchoq raisi Erkinjon Tuniyaz deganlar shu keldikan yerga Cenevga Birleşken Devletler Teşkilatı'ga vatanda o'tkazgan Xitoyningki insoniyatga qarshi jinoyatlarni oqlag'ili. Shu sabab bilan nihoyat jiddiylam to'plandik. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın oldida namoyish bo'ldi. Bizning namoyishning ta'sirida Xitoyningki Erkinjon Tuniyazni bu Birleşken Devletler Teşkilatı'da guvohlik bergizib so'zlatadiganligini o kun tartibdan Birleşken Devletler Teşkilatı'ndan chiqarib o'tdi. Hisobda nihoyat suratda qozongan g'alaba bo'ldi. Namoyish kurashlarimizning ayrılmaz bir qismi. Biz qisqagina bir necha kun ichida harakatga kelib yig'ilgan bu suyumli qarindoshlarimizdan milliy ro'yimizdagi uyushchanligimizni, birlashishga har vaqt hozir ekanligimizni yana bir qitim ko'rib yetdik. Bizga umid bag'ishlagan, ro'yimizni urg'utgan namoyish qatnashuvchilariga cho'nqur rahmatimizni bildiramiz. G20 Davlatlar guruhi boshliqlar yig'ini 6-oyning 28 kuni Yaponiyaning Osaka shahrida boshlandi. Erkin Hindi Tinch okean birligi tashkilotining raisi, Dünya Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Rabia Qadir xonim yig'in arsidan muxbirlar yig'ini chaqirib, yig'inga kelgan har qaysi davlat rahbarlarining Xitoyga qattiq besim ishiltish kerakligini, buning jazo lagerlariga qamalgan kishilarni qo'yib berilishi uchun muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidlab, Xitoy raisi Xi Jinpingning Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur qatorliq musulmonlarga qarta ilib berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sishga chaqiriq qildi. Rabia xonim bütün Uyg'ur millati hayot mamatliq tahdid ustida turibdi. Bu asrda Uyg'urdek ezilayotgan millat yo'q deb nido qildi. U yana 2018-yili 9-oyda Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abega Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlarini taqishi uchun ifoda bildirishga chaqirib maktub yozganligini tilga oldi. U yana mundaq dedi: "Agar Xitoyning savdo hamrohlari o'z g'ushini tepib
kuchlik tadbir qo'llanmasa, Uyg'urlarning madaniyati vayron bo'lib, yo'qolib ketadi. Iqtisod jihatda Xitoyga yo'linayotgan Yevropa davlatlari o'shini tepishi, shundaqla darhol harakatga kelib, unumli tadbir qo'llanib, Xitoyning elib berayotgan irqiy qirg'inchiligini to'sishi kerak dedi. Dünya Uyghur Qurultiyi, Yaponiya Uyghur Jamiyati, Erkin Hindi Tinch Okean Birligi Tashkiloti, Hong Kongga Erkinlik Tashkiloti, Yaponiya Tibet Birligi va Yaponiya Mo'ng'ul Birligi qatorliq tashkilotlardan 400 dak kishi Sharqiy Turkistonga erkinlik, lagerlar taqalsun degandek lozunkalarni ko'tarishib, Xi Jinping kelmoqchi bo'lgan yo'lda uningga qarshi norozilik namoyishi o'tkazgan hamda Uyg'urlarning eg'ir vaziyatini dünya jamoatchiligiga anglatdi. Rabia Qodir xonimning G20 guruhi boshliqlariga qilgan chaqiriqi nurg'un chet el medialarining diqqatini tortgan bo'lib, Germaniya, Fransiya, Turkiya qatorliq davlatlarning medialarida xabar berildi. Yigirma 26 iyundan 29 iyungacha Belgiya Uyg'ur jamiyatining sahifxonligida Belgiyada bir qator faoliyatlar ilib berildi. 26 iyun Yevropa parlamentida Dünya Uyg'ur Qurultiyi, Uyg'ur Do'stlik Gruppasi va Vakolatsiz Millatlar Tashkilotining hamkorligida Uyg'ur Do'stlik Gruppasining yangi a'zolarini qarshi olish, to'ni a'zolarini uzitish murosimi o'tkazildi. İgilişimizce 2017 yılı 19 oktyabr kurulgan Uyghur Dostluk Grupsi da 19 nefer parlament a'zosi bo'lib, ular Uyg'ur masalasini Yevropa ittifoqida kun tartibga keltirish, Uyg'urlarga munosabatlik qarorlarning qabul qilinishi qatorliq jihatlarda turtkilik rol o'ynagan bo'lib, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning bu yil 26 maydagi parlament saylimida mazkur guruhdagi ba'zi a'zolarning saylanolmaganligi sababli guruhini yangiboshdan tartibga solishga to'g'ri kelgan. 27 iyun Xalqaro kechirim tashkilotining Hong Kongdagi xizmatchisi Patrick Pon Bryussel Universitetining sharqshunos professori Vanessa xonimlar bir qatimliq guvohlik berish yig'ini chaqirib, o'zlarining qilayotgan xizmatlari va guvohlik berishning ahamiyati to'g'risida Belgiyada yashayotgan Uyg'urlarga doklad berdi. Uningdan keyin xalqaroda g'ulg'uli qo'zg'agan Beijingda turishliq Belgiya elchixonasiga kelgan oilasi Xitoylar tarafidan tutib ketilgan Abdulmit Tursun apandim, Gulpari Ibrohim xonim qatorliq Uyg'urlar naq maydonda o'zlarining beshidan o'tgan kechirmishlarini yig'in ahli bilan o'rtoqlashdi. 29 iyun Dünya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim, Xalqaro kechirim tashkilotidan Patrick Pon apandim va Vanessa xonimlar Antwerpen shahrida Belgiya jamoatiga kishilik huquq, Uyg'ur da'vosi, lager masalasi haqida o'zlarining elib borgan tadqiqotlari, shundaqla buningdan keyin qilmoqchi bo'lgan plan loyihalari haqida yana bir maydon doklad berdi. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, bu qitimli xabarlarimiz musharda oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rguninglarga rahmat. Kelar qitimli xabarlarimizni ko'rishayli. Xayr xo'sh.